Bugun sizlar bilan birgalikda Uchtepa tumanining ko'zga ko'ringan elitniy mahallalardan biri Izza Foziltepa mahallasidagi 4 sotixlik yer maydoniga ega bo'lgan sifat bilan qurilgan xonadonimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Video davomida men sizlarga narxi va kelgan manzilimizga aniqlik kiritib o'tib ketaman. Birinchi navbatda mahallamiz kengligiga e'tibor berasizlar. Asfaltlar qilingan barcha kommunikatsiyalarga ega, gaz, svet, suv, kanalizatsiyagacha bor joylar, o'ng tarafimizning binolarni ko'ryapsizlar. Yaxshi uchastkalar qad rostlab kelyapti. O'ng tarafimizni ko'ryapsizlar, bu yoq tarafida ham ko'cha, asfaltlar bo'lgan, bu yoq tarafida ham yaxshi uchastkalar joylanib kelyapti. Shu o'rinda manzilimizga aniqlik kiritib o'tib ketadigan bo'lsak, Uchtepa ro'dasini ko'pchilik biladi. Ana o'shandan keyin urishda o'ng tarafimizda Denov kafesi bor. Ana o'shani orqa tarafidagi mahalla bo'lyapti. Sotuvga qo'yilgan xonadonimizni ko'ryapsizlar, 20 metr fasad qismi, ichkarigi 20 metr 4 sotixli yer maydoniga ega. Juda chiroyli proyekt asosida o'zlari uchun qurilgan uy ekan. Ko'ryapsizlar, anchadan beri qarovsiz qolib ketgan. Oldi tarafida agorot ham 2,5 metr atrofida. O'ng tarafimizni ko'rsating, ko'pchilik biladi. Uchtepa ro'dasining orqa tarafidagi masjidning minorasi ko'rinib turibdi. Sizlar bilan xonadonimizni ichkarida ko'rishda davom etamiz. Bismillah, xonadonimizni kirishimiz bilan qaranglar, qanaqa chiroyli proyekt asosida qurilgan. Chap tarafimizdagi asosiy zeleniy zonani ko'ryapsizlar. Kengina paliflari qilingan, suv aylanishigacha ham juda chiroyli e'tibor berilgan. O'ng tarafimizda kichkinagina zeleniy zonasi, bu yoq tarafida ham xuddi shu sharoitni qilgan ekanlar. O'ng tarafimizda yozgi oshxonani ko'ryapsizlar, barbekyu zona, hamma narsasi o'ylangan. Bu yoq tarafimizda ko'radigan bo'lsak, tandirlarigacha qilib ketgan ekanlar. Chiroyli yondashilgan, punktualni yondashilgan bo'lyapti. Binoni ko'ryapsizlar, juda chiroyli proyekt asosida qurilgan. Chap tarafimizni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda darvozaxona, ya'ni ikkita mashina bemalol sig'adi. Undan tashqari bu yoq tarafida alohida kirish eshigidan kirdik. Yerto'laga tashqi tarafdan ham tushish imkoniyati bor, ichki tarafdan ham tushish imkoniyati bor. Sifat bilan qurilganini ko'rib turibsizlar. To'sinlarigacha baqvat yaxshi to'sinlar ishlatgan ekanlar. Undan tashqari terrasa qilish imkoniyati bor kelajakda, shunaqa o'ylangan ekan. Sizlar bilan asosiy binoni ko'rishda davom etamiz. Bu yoq tarafida ko'ryapsizlar, Engelberg romlari qo'yilgan. Chap tarafimizdan kirish eshigi katta kirishimiz bilan xo'l kutib oladi bizani. Tupli pol ishlari bo'lgan, elektromontaj ishlari bo'lgan. Malarkaga tayyor holatda turibdi. O'ng tarafimizning birinchi xonani ko'radigan bo'lsak, keng razmerda zalni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda radiatorlar i tupli pol asosida isiydi xonadonimizni. Chap tarafimizning xonani ko'radigan bo'lsak, keng razmerda oshxona. Oshxonani ham elektr ishlari bo'lgan, oynalari ko'ryapsizlar, hovliga qaragan ochiladi. O'ng tarafimizda bitta sanuzul, umumiy sanuzul bo'lyapti. Bu yoq taraf radiatorskiy spalniga alohida yana bitta keng razmerda sanuzulni ko'ryapsizlar. Sizlar bilan yerto'la qismini ko'rishda davom etamiz. Yerto'lasini ko'ryapsizlar, kengina xonalarga bo'lish imkoniyati bor. To'g'rimizning xonani ko'radigan bo'lsak, xolodniy xona qo'yib foydalansanglar bo'ladi. O'ng tarafimizda ko'ryapsizlar, yerto'ladan yurimiz, bu yerda ham keng razmerda. Hovlimizdan tushish mana shu tarafidan bo'ladi. Chap tarafimizdan kir mashinalarigacha ham bu yoqdan shart-sharoitini qilib ketgan ekanlar. Elektromontajlarni olib tushib, hammasini tayyor qilganlar. O'ng tarafimizni ko'ryapsizlar, isitish tizimlarini hammasi shotka o'rnatilgan, bollerlar o'rnatilgan, alohida yo'nqisdan zapas hisobida qo'yib qo'ygan ekanlar. Sizlar bilan ikkinchi qavatga ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bizani ko'ryapsizlar, qanaqa kengina ho'l kutyapti. Patologga e'tibor berasizlar, duq towerlar qo'yilgan, to'sinlari ham baqvatidan ishlatilgan bo'lyapti. Bu yoq taraf ko'radigan bo'lsak, bu xonamizni bolalar uchun kompyuter xona yoki ofis sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Chap tarafimizdagi xonani ko'radigan bo'lsak, keng razmerda yotoqxona o'zini sanuzuli bilan birga bo'lyapti. Endi hovliga qaytadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, balkoniga ham ega, tepadan hovlimizni ko'rinishiga e'tibor berasizlar, juda chiroyli ko'rinyapti. Endi sizlar bilan xonalar ketma-ketligini ko'rishda davom etamiz. Chap tarafimizdagi birinchi xonani ko'radigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan keng razmerda. Qolgan xonalar o'ng tarafimiz общий sanuzul joylashgan bo'lyapti. To'g'rimizning xonani ko'radigan bo'lsak, yotoqxona, kattalar yotoqxonasi o'zini keng razmerga ega bo'lgan sanuzul bilan birga bo'lyapti. Umumiy hisobda xonalar soniga keladigan bo'lsak, 6 ta xona, 5 ta sanuzulga ega bo'lyapti. Narxiga $372 ming so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Qiziqqanlar uchun doimgidek egalar raqamini yozib qo'yamiz. Aniq manzil Telegram kanalimizda bo'ladi. Bu videoni Uchtepa tumanining ko'zga ko'ringan elitniy mahallasi Foziltepa atrofidan sifat bilan qurilgan xonadon qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.